yoki men tikuvchilik yoki meditsina. Men qanaqa qilganman? Chunki butun oila qarshi bo'lganda atelye ochganman yashirib va undan keyin oilam qarshi-ku, o'shalar endi vrach ishlashim kerak deb parallelno Oilangizda vrachlar bor-a? hammasi parallelno Pedinsga ishga kirganman. Ya'ni o'qituvchi. Defektologiya fanidan 2 yil dars berganman. Ya'ni atelyeni ham yurg'izganman, buni ham o'zim. Oxiri bilasizmi, oilamni qarshiligiga qanaqa chiqib ketganman? Dekretga chiqqanimdan keyin qaytib bormaganman o'sha yerga. Chunki dekret ta'tilida bor kuchim atelyega berildimi, u rivojlanishni boshlagandan keyin o'zi oilam ham ko'niki bo'lgandi-da, lekin birdaniga konkretno uzib bo'ldi, men tikishga ketdim emas. Sekinlik bilan dekret bahona Zulfiya hozir 2-sinf, 8 yosh. Zulfiya tug'ilgandan keyin yo'limni tikuvchilikka, o'sha dizaynerlikka bag'ishlaganman. Ya'ni ungacha 2 ta qayiqda ushlab ketaverganman. Daromad Juda qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Juda qiyin. Eng katta muammolar o'sha vaqtda bo'lgan. Chunki tanlov, meni tanlovim aniq. Ichimda ketaman, lekin atrofimdagilarga o'shani yumshoq qilib ko'rsatib o'tib ketganman. Baribir bilmayman, o'zbekchilikmi bu? Atrofdagilarning fikri birinchi o'ringa qo'yilgan, to'g'rimi? Judayam to'g'ri, chunki oila birinchi o'rinda muqaddas va oiladagilarning fikriga ham qarshi chiqmagan holda bu endi diplomatiyachiski bu farosatmi bilmayman. Ya'ni unda ham ishlaganman. Ishimni yaxshi ko'rganim uchun ishdan yugurib kelib atelyega borardim. Atelye uyimga bir qadam edi. Va u yoqda ham ishlarni qilib, o'sha vaqtida meni farzandlarimga bog'chalarda qolib ketib, juda ham qiyin davr bo'lgan, lekin alhamdulillah mana o'tdik. Bu davrga yetib kelguncha ham konkretno bo'ldi, men bu yo'lni tanlayman, men dizaynerlikka ketaman degan qadam bo'lmagan. Sekinlik bilan. Qiyinchilik bo'lgan, lekin sekinlik bilan o'tganman.